O'zbekiston avtosalonlarida ushbu avtomobilni sizga 600 million deyishadi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Sorento 1.6 turbo gibrid motor va mashinamizni tashqi holatida hech qanaqa kraska yoki petno sarapina joylari yo'q. Ideal ko'rinishdagi avtomobil. Ushbu avtomobilimizning salon qismi oq charm ko'rinishdagi salon, yozda muzdek ushlab turadigan sidenyalari, juda ham premium ko'rinishdagi salon qismi. Ushbu salon qismida multirul, juda ham katta displey, sideniya abagrev va barcha funksiyalarni o'zida jamlagan ideal salon desak adashmagan bo'lamiz. Ushbu mashinani Janubiy Koreyadan O'zbekistonga dastavkasi 20 kundan 25 kun ichida yetkazib beramiz. Kimda kim shunaqa premium ko'rinishdagi avtomobilga kerak bo'layotgan bo'lsa, Avex Motors aloqada. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar. Izohlarni kommentariyada kutamiz.